10 ga 5 qo'shsak. 15. 10 ga 10 ni qo'shsak-chi? 20. 20 ga 20 ni qo'shsak-chi. 40. Mana qizim, aqllilikni ko'raysan? Xuddi bolaligim. Xuddi o'zim qarang o'tirishini ko'pyan. U mana qizim, tushunyapsanmi? Radonda o'zim olib chiqqanman, gulla bilan. Siz radondan olib chiqqan bo'lsangiz, men chiqqanman. Bu meni qizim. Qizim 5 kara 5. 25. Hop, ana. Qizim 8 kara 8. 60. To'g'ri emasmi? 7 kara 8. Shunaqa son bormi? Bu meni yoshligimga o'xshamadi. Miya yo'q. Sani xuddi o'zing. Menga vashsha o'xshamaydi bu. Yurishini qarang, turishini qarang. Ha, o'zingiz tuqqandingiz-ku, siz bilan kopiya edik-ku. O'zingiz-ku raddomdan gulla bilan olib chiqqan. Endi tan olmayapsizmi? Meni qizim deb. O, seni miyang bilan qizingni miyasi bir xil, sveji, yangi. Hozir bular bir-birini o'ldirib qo'yadi. Bu uyda men xo'jayinman. Men aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi, tushundingmi? Sizga o'xshaydi. Senga o'xshaydi. Sizga o'xshaydi. Senga o'xshaydi dedim. Ey, Nima? stop ey. Qizim, menga tashayaptimi? Yo'q, menga sakrayapti. Aslida uyda momam xo'jayin. Mama, tez keling, uyda xo'jayinlar ko'payib ketdi. Qizing sotqin ekan. Bular meni maktabda yaxshi o'qimaysan deyishdi. Mama, men bularning bolasi emas ekanman. Voy sharmanda. Kelinlari, oling gaplashing. Alo, assalomu alaykum oyijon. Yo'qligimda xo'jayin bo'lib oldingizmi? Navaramga yaxshi maktab gaplashdim. Sirrochini olib boring. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p, hozirroq boramiz. Dadasi ketdik. Qayoqqa? Borganda bilasiz. Vaydat, muncha chiroyli. Oyijon, qizimizni mana shu maktabga berishimizni aytdilar. Yaxshi-ku. Hozir shunda kiraman, hammasini surishtirib ko'rib chiqaman. 5 minutda qaytaman. Turib turinglar. Oying tentak bo'lib qolibdi. Dadasi, hozir aqldan ozaman. Qaynonajonim yana haq bo'lib chiqdilar. Dadasi, men tanishib chiqdim. Buchi maktab emas, bu o'quvchilar uchun jannat. Yo'q, sen ham tan olarkansan, ha? Eshiting, Yakubus maktabichi O'zbekistondagi birinchi yuridik yo'nalishdagi xalqaro maktab ekan. Bu yoqda bog'cha yoshidan 11-sinfgacha qabul qilishar ekan. Bolalar uchun imkoniyatlari shunaqa zo'r ekan, o'zlashtira olmaydigan bolalar bilan alohida qo'shimcha kurslarda shug'ullanishar ekan. Hech qaysi bola e'tiborsiz qolib ketmas ekan. Agar yana bitta tursang, 0 dan mana shu yerda o'qitaman. Oxirigacha.